Gırım qınmaylı chiqib qoldim, tanıyamay qolasizlarmi endi meni? Rangsiz televizorni kim ko'radi deb yut qolmanglarmi, film peyzucimi? O'yladi, ancha-muncha quymoq degani sog'liq deydi qiynapam, salayli dedim. Oldingi qitimda quymoq siliblam, xemeni jug'urplayotgan yerimni ko'rsatib qo'ygan. Qizlar degan quymoqlar bak o'xshaydi, zodi nima qo'shsizlar? Men deb bergan bo'lsanglar deydi. Unda men deb beray deb tafsiliy tartibni ib chiqdim. Yerli xo'rozning tuxumidan ishkini, to'qdan chiqqandan ishkini qo'shdim. Qarab yiqinglar rangiga. Hamma narsaning jinjari bor. Men mashinada bilsanglar bo'ladi. Ammo shu qiynanamning shekaga amroqligiga 40 suyda qiynamamam sheka bilan jug'anmiki deyman. Ko'radi ishki siqim shekani seplayaptiq. Yanili ko'ni padada bir qo'yli xemetrni bir xil selayotgan ish bor. Chuchitayotgan, ya'ni ochiqni chiqarayotgan maydan bir sirkay quydiq. Shuning bilan takshi holatda aralashtirdik. Boshqa narsa yo'q taqildiq qizlar, to'g'ri deganim. Qaynanam beshimda men qattiq riyosatchilik qilyapti-da. Balam akiltib jug'ring maximeni deydi. Ma'qul debla akiltishni boshladim. O'tan kimning ximeydi bu deb. Qaynanam og'zimga qarabli qoldi. Toshqi planetdan import qilib kelgan kelni, mahimeni aklatmaysiz, meni bo'sh jug'urg'anlik aklatganlik bo'ladi deydi. Mana hamsa deblam suyni jiqliq qilib, mashta bo'shliq qilib shug'adim. Ablam eshakaga salom qilmabman, satoldi qizlar, qanday valinglar yaxshimisizlar? Men taranchkilim yasardan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Hayirim yo'lladim, işte salomlarni qilib qolamiz, ko'nib qaldinglar endi. Endi odatda biz quymoqlarni sepib qolsak, yo say qo'riymiz, yo suv qashitimizda. Bugun ko'ni padada suv qashitishni boshladik. Mushu do'yindagi mushu yomon tomoq usti qizlardan bir so'rab o'tay. Mahime jug'agan usulim to'g'ri bo'ldimi, to'g'ri bo'lmadimi? Yana nimalarni qo'sa betaraq o'xshaydi, o'rtaqlashib baqayli. Quymoq qilolmaydigan qizlar, opamning qig'ini o'xshash bir qilinglar. Mushta materiallarni to'liq qilib qildigan bo'lsanglar, ajoyib o'xshaydi quymoqning ish qilib yesanglar, shunda yig'inglar kelib turibdi. Uy sanmisang, talada qolding, uy sasang, balada qolding deb, amma balada qoldikma uyni sap qo'yib, ishlayotgan alkashlar deb bular optab ishlab ketib bordi, to'xtab turinglar. Ussizlikni tavuz bilan bo'lsam, yavasim ma quymoqlarni deb, mush bir javurli jug'urbatga ish vada. Men toza qomlashtirib optab qo'yibdim danglar bu bo'sh xemeni. Erib, bo'shab ma xemi qiynapamning chiroyi chiqib ketdi. Ammo mahemaga qarab qiynapam ko'nglida meni choynab bir kuyib partdan chiqdim. Qapog'ini chiroyi chiqib ketdi-da qiynapamning. Apa, ishingizda-chi o'zamagan kelan desangizda bo'ldi dedim. Mendan ibrat xemeni optab qo'ymanglar, erib ketirgajim, men issiq adam erib ketmas, xemi erib ketmamdi danglar. Udulliq mishunda dugiltiyotdi, qiynapam maydagani qizitib bo'ldi. Mushu hattoki mush dasturxonga solgandiq, dasturxonlar choplashib qopti bu xemi. Xatolik o'tkazib qo'ygan kunlarim shunda o'zimni so'rayman-da, o'zimni so'rabla mushu telefonda shoppingga tatmay saytiga ayollarni astag'ini qilib to'g'rab tayyor qilib oldim qizlar. Ambek telefonni tutib turib olsam, texim opam og'riqli qolmasin, mush xemining ahvoliga qarab deb, mush tizgan mishedagi quymoqlarni hammasi xemiga choplashib, qaytadan duglatdi. Qo'llariga bechchaplashib, oxir uni ochib berdim, uni milayotdi. Oxir qiynapamdan sado keldi. Buni bundali qozonga selib o'tirgan bo'lsangiz, ikki qat ayolning qo'sqidek ko'pab ketadi bu. Ikki yedim pichoqda urib qo'yayli buning mangziga debmish. Ikki mangziga urib levatib pichoqni. Ha, rostliganda qancha ko'pmay ekan. Soladigan bo'lsa chatoq chiqolmay solay deb shunda astoydil sep ketib borma. Pishirib barma quymoq degan astoydillik bilan bir qizil, bir qora, bir oq, bir olib pasaq qilib, takshi holat qizdirib pishgan quymoqdan birimi yo'q deb qatlashib qolganlar va mening o'xshash. Amma o'xshabdi. Ajoyib o'xshabdi-da. Opam nima deydi? Handim bo'lsa, menimcha ayollar qilmay erlarga qilibdiq. Bo'lmagan bo'lsa, sizni voy bu taranchkilin chog'liqkan deb, ammo lekin gipans chiqadi toza deb men mazaq etyapti-da. Shuning bilan bu erlar buni opirib tanglidik. O'xshabdi deb yeb ketdi. Hech aytmamaskan. Bu xili chiroyli pishiribdi-ma deb o'zimni maqtatmam yaladi. Bir javur quymoqni sap bo'lsam, bu qiynapamning xemir tex tugmaydi. Opamimda tugmaydi desam, yana bir javur chiqadi deydi. Selib yetib qopdiq, ammo quymoq degani biz ilgirkin sapdiq, ajoyib jiq. O'riq tuqqan qo'lim qo'shillarga chiqarib qoldik, quymoq deganni. Shuning bilan bu quymoq voqeasi oxirlashdi. Issiqda sesib qolayli deb qoldim. Apla filmim oxirlashay deb qoldi. E'lon qistirishni unutib qopdim. Nima deb e'lon qistirganimni bilsizlar, pinglincha o'tsizlar, yezitinglar do'stlar bo'ldi, xapolmay. Ma'qulamiz, xayr, xush hayot ko'rishaylik.